Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz navbatdagi oshxona mebelimizni Andijon shahar Yangi bozor domlariga ustanovka qilgani keldik. Ko'rishinglar mumkin. Aristonlarini ichlariga tiqib yuborganmiz. Keyin rakovinalarini ham o'rnatib berganmiz. Hamma yo'g'ini. Keyin gazlarigacha ulab yoqib berganmiz. Dimoxodlarigacha ulab hamma yo'llarini yoqib, chiroyli qilib ustanovka qilib berganmiz. Rabochiy stollariga, to'klarigacha ulab berganmiz hattoki. Endi shu holatiga keladigan, shu holatida 1.800.000 so'mdan yasalyapti. Antrasol bo'ylarini 2.40 qilib, rabochiy stollarini rossiyskiy qilib, keyin mana rolilarigacha yaxshidan qo'yamiz. Mana kargo qoshiq donlarigacha keyin sushilkalarini ham qo'yib o'rnatib berilgan. Endi 1.800.000 so'mning ichida Andijon bo'ylab ustanovka dastavkasi tekin, sushilkasi, qoshiq doni bonusga qo'shib beriladi. Rakovinasi kelishilgan holatda gaz dimoxodini olib kelinglar desa olib kelib beramiz, yo bo'lmasa o'zlari olib kelishsa ustanovka qilib beramiz. Pastga nomerlar qoldiramiz, telefon qilishinglar mumkin.